Hello, hello, hello. Goodbye, goodbye, goodbye. Hello, hello, hello. Goodbye, goodbye, goodbye. Miyada oturup ügününle, miyada oturup ügününle neymi gelsenler bir denjik köpüp koyma adamla. Böyle yere kelgen bu şileylerini ki. Sizin kinoranız mühim mi? Yoki ben ders mühim mi? To'qson bu kadar kino ne? Ana şu doktor kanto. Neymi günüp kettin lan şunu çıkıle? İngiliz dili günü unutma İngiliz dili. İngiliz dili? Bir devlet dilini eplep ügünenmey bir İngiliz dili günü vağanan impayısı. Hali ügendim cuma men. Mençilik bir üyünmeni bilemsiz siz. Başkası ne bilmesem ma, lekin bize şu mektep dukkan nazlı İngiliz dili әріптер ötke, әріптер nazlı isimde var. İsalda qağını bir depe kan qacılık erip bilsiz. Bunun isimli qağını şu VIP, SPI, andikin ICU, KTV, DVD, VCD eşini bilirdim. Siz bek beleni erip bilini isal tutuvapsız cuma? Vay sen bilemdin şunçilik erip ne? İngiliz dili kitabını qo'lga bağını. Devlet dilini pişirak ügünüp, andikin qo'lanğala xotin adam nomuzunu keltürmey. Devlet dili ügünüp oğlum ne vakmağa? Nereden sorsanız şu tuluk cevap vereleyim ben. Sorap bekan qani? Atta hep bunu. Nereden sorsam şu an cevap vereleysiz? Soruğa qani? Hem akıllı. Anda olsa makal temsil tercüme qilib qo'yinglar. Mana shu bilim olmagan yosh tam tövedagi tosh. Mush ham tercüme qilib qo'yinglar. Bilim almagan yaş tam tövedeki taş. Bu mecişede şavxoza, vican pambiyende şitoza. Manga tercüme qilsin. Nima o shito'zi degan? Taşlı şito deyken şu. Bu toshni o shito deydi, lekin tercümeni ishni qilsang bo'lamdi-ku, shito'zi deb. Manga bilim deb ketdi. Addiroq so'rab qo'yaymisan. Bir qo'lim chiqib ketdi degan nima deymiz? Qo'lam chiqib ketdi. Bunda qo'limda beg'ishdimi, bo'g'imda ajrab chiqadigan bir ishlar emasmi? Shu qo'lim chiqib ketdi degan nima deymiz? Şov çuçuyla. Manga qanday Şu qol degani şov deyken şu. shu deydi, Şu chiqib ketish yani çuçuyla deymiz o şu. Shunda deymiz. Şu ashna bo'lgandan keyin şov çuçuyla demay nim deymiz. U chiqib ketish bilan bu chiqib ketish qanday o'xshaydi? Nari o'xshamaydi, ishkiliz chiqib ketish degan gap tursa. Siz deb beqamisiz men bir anlay. Qo'l chiqib ketish degan nima? Yo'q. Oldimda ushaq qishlarga meni avara qilmay. Limonimni ichib. Chatoq chiqdi. Voy, gazning yomonligi-da mau. Qo'rqoqning yomon dushmani xuddi mau. Acayip bezcimo. Bazarda şunda limonjaq tursa, şu maş Kevser limonlamış ekansiz siz? Bazarda o limon hakikaten je xuddi unus hammasi bir-biriga o'xshab ketadi. Lekin bu chaban o'xshagan bilan ishijikisi o'xshamaydi xuddi. Maningda bu Kevser limonda haqiqiy 20% limon bor. Uning ustiga bu qo'rqoqning eng yomon dushmani deb yomon nomi chiqib ketibdi. Ta'mi ajoyib ichilmaning. To'xta. Bilan gapni bilsizim keldi. Kevser limon qo'rqoqning eng yomon dushmani degan gapni tarjima qilib qo'yamiz. Bu oson-ku. Kevser limon haypada zöy li hayda dirin. Mush tarjimani o'zingdan boshqadan tushunamdi xuddi. Voy sizmi chu pep qilib ketgan bilan o'z-o'zimni tayinli. Siz bir deb beqamsiz? Buning to'g'risini men tarjima qilmay. Mushu to'rdoshlar ajoyib isil to'rdoshlarimiz bor. Davlatning sudagi bilakan. Ashli to'g'risini inkasrani yozib qo'ydim. Men sizga boshqa bir maqol tamsil deb shuni bir tarjima qilib qo'ygan oddiyroqmi deyman. Maqol tamsil deb qapsiz. Bunda she'ri qo'shiq, hikoya roman-da qanday tarjima qilib ekanman? Voy she'r qo'shiq, hikoya romanni qo'yapman, maqol tamsilni bir tarjima qilay. Ödek bilan g'az o'ynaydi, chivin bilan taz degan shuni tarjima qilib qo'ygan. Voy bu oson-ku. Ödi pungyo yazı, sanıyında pungyo tazı. Nerede yazi, tazi deb gap bay. Nerede gapni qilaylik? Voy nimda aytamsan siz bir deb beqam? Boshqasini bilmasamman qilaman. Taz deganda Guangzhou deydi, Guangzhou. Nerede tazi deydi uni? Voy uni men bildim. Maqol tamsil olgandan keyin men qapiyaga tushiray dedim men uni. Sen bilan o gap talashib yengil olmaydi. Eng oxirgi birisi qisqa ixchamni so'ray. Menga javob bera olsang, bo'ldi bugun kechki tomoqni men o'zim edim. Ma'qul sizni tomoq yedirgan ish bo'lsa, jerimni tikib turib tarjima qilibman. Ma'qul. Uruq qo'yning puqi yo'g'an deganni tarjima qil. Show yangda biti pang. Biti pang? Bu biti degan nima? Biti degan
Bitti degan. Tordaşça biladi. Tordaşça inkasrayını yazıp qo'yanglar.